Bo'lmasa aka uyni shayxdan bo'lamiz. Bu taraf meniki, bu yoq sizniki aka. Ya, uka, bu nima qilganing? Miya aynib-paynib qolmadimi? Qarorim qat'iy aka. Sizni ham, yangamni ham ko'rishga ko'zim yo'q. Chiqib ketinglar bo'ldi. Ye, uka, bu nima deganing? Qo'ni qo'shnilar nima deydi? Ota-onasining davri o'tgandan keyin bular mol-mulkni kelisha olmay qoldi deydi-ki. O'lgan odam o'lib ketdi aka. Men yashayapman. Короче, notaris keladi. Hozir uyda rasmiylashtiramiz, bo'ldi. Siz короче qurib olavering. Tushundingizmi? Menga masalangizni aralashtirmang boshqa. Ha, mayli uka. Qaroring qat'iy ekan. Men chiqib ketaman. Rozi bo'lmay, nima ham qilayapsiz? Boshqa variantingiz ham yo'q aka. Ana notarischa ham keldi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka cho'zmasdan shu tez hal qilib bering. Bo'ldi, bo'lmasa ishni boshladik. Ixtiyor akam, Men. Bobur akam, Men ukangiz tomonidan umra safariga yo'llanman. Akajon, yoshlikdagi orzungiz amalga oshdi. Sizga ming rahmat. Ota-ona ota bo'lib, kam ko'zsiz o'stirganingiz uchun. Akam. Boringizga shukr. uka senga dadam ko'rgandek bo'ldim. Quvonch ko'z yoshlarini yashira olmadim. Sen bilan faxrlanaman uka.